Assalomu alaykum. Bugun shaxsiy blog sizga nimalar olib kelishi haqida gaplashamiz. Shaxsiy blog yuritish nafaqat imij, balki haqiqiy imkoniyatlarni olib kelishini aytib beraman. Bu safsata gaplar emas. 2025-yil boshidan beri mijozlarimiz bilan ishlaganimdan olingan real natijalar, tajribalarni, ya'ni 13 ta proyekt yurgizdik. Mijozlarimizni sotuvini oshirib, real obunachilar yig'ib berdik. Kreativ strategiyalarga asoslanib, kontent tayyorlab berdik. Ular shaxsiy blog orqali auditoriya yig'ib, xizmatlarini sotib, haqiqiy daromad qilishyapti. Misol uchun, yil boshidan bitta proyektimizga brending qilib berdik. 15 ta videoga kelishuv bo'ldi. Birinchi videoni o'zidayoq qurilish kompaniyasi startapida kreativ ishlangandan keyin xonadonlar sotuvi boshlanib ketdi. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, men skrinshotlarini ham tashlashim mumkin. Kompaniya bizga pul to'laydi, shunchaki video tayyorlab berganimiz uchun emas, marketing natijasi uchun. Hozirgi marketingga blog yuritishsiz ishlamasligini tushunishadi. Ya'ni har bir kreativ kontentlar ularni foydasiga ishlashini bilishadi. Blog yurgizishda video reelslar hozir birinchi o'rinda ko'rilayotganini ham bilishadi. Misol uchun, blog yurgizishim, kontent qilishimning sababi obunachilarimga real кейslarimdagi bo'layotgan natijalarni yetkazib berish. Instagram bo'lsa, shu uzun kontentlarimni ommaga bepul reklama qilish bilan barobar. Telegram bo'lsa, men bilan bog'lanishlari oson bo'lishi uchun blog yuritaman. Siz agar biznes egasi bo'lsangiz, blogingiz yo'q bo'lsa, demak siz bozorda yo'qsiz. Siz qaysidir xizmatni ko'rsatsangiz, blogingiz yo'qmi, demak siz raqobatchilaringizdan ortda qolayotganingizni bildiradi. Bugun odamlar Google'ga yoki eski yo'nalish televideniya banner reklamadan emas, Instagram, Telegramdan yozishyapti. Sizni agar u yerda ko'rishmasa, sizdan katta ehtimol bilan sotib olmay, raqobatchilaringizdan sotib olishni boshlashadi. Onlayn daromadga chiqmoqchimisiz? Blogingiz bo'lmasa, ishonch, aloqalar va virtual olamda vizitkangiz bo'lmaydi. Mijozlar sizga ishonishi uchun sizni ko'rishi kerak bo'ladi. Bu yo'l blog orqali bo'ladi. Blog yurgizayotganlar nimalarga erishyapti hozir? Men ishlagan mijozlar yangi mijozlarga ega bo'lishyapti. Daromadi oshyapti. 2x dan 5x gacha oshganlari ham bor. Shaxsiy brendi kuchayyapti va eng muhimi, auditoriyasi o'ziga ishlashni boshlayapti. Ochiq aytaman, 13 ta proyekt bilan ishlaganimda blog yurgizish hammasiga bir xil foyda olib kelyapti. Ya'ni bu brend tanilishi, shaxsiy brend ketidan xizmat ko'rsatish 2x dan 5x gacha o'sgani va bularni o'zim real holatda bloglarni analiz qilib, shuni aytamanki, blog yurgizish sizga foyda bo'lsa bo'ladi-yu, lekin zarari yo'q. Bunga misol qilib ismlarni aytmayman, ular katta daromad qilishyapti, lekin maqtanib, men shuncha daromad qildim deyishmaydi. Aksincha, u insonlar haqida boshqalardan eshitasiz. Real case, real summalarni. Lekin boshqa tomoni ham bor. Daromad topishga qiziqib, filtrdan o'tkazmasdan ko'plab kuyib qolyapti. Ya'ni noto'g'ri ustoz tanlab qo'yish oqibatida real natijalarga erisha olmay, blog yurgizmay yurganlar ham ancha ko'p. Astoydil blog yurgizmoqchi bo'lsangiz, filtr qilish yo'llarini ham podkastlarimiz davomida aytib o'taman. Eslatib o'tib ketishim kerak, ko'ramiz, har bir shaxs gadjeti bor. Hozir blog yurgizib, millionlab odamlarga ko'rinishingiz mumkin. Tasavvur qilasiz-a? Qisqa qilib aytaman, blog yuritish bu zarurat bo'lib qoldida hozir. Keyingi podkastda blog orqali qanaqa qilib daromadga chiqiladi, nima qilish kerak, qaysi xatolarni qilish kerak emasligi haqida tajribamdan kelib chiqib aytib beraman. Blogimdan uzoqlashmay, men sizga an'anamga sodiq qolgan holda yolg'onsiz real bilimlarni berib boraman.